3. bob. Hazreti İsa yani ibodatxonaga kirdi. İbodatxonada bir qo'l qurib ketgan bir odam bor edi. Ba'zilar Hazreti İsa'ning ustidan az qilish uchun bahoni izlash maqsadida uning dam olish kunimi kesal saqaytadigan saqaytmaydiganligini paylab yurishadi. Hazreti İsa qo'l qurib ketgan kesalga o'rningdan turib oldiga chiq dedi. Ondan ibodatxonadagilardan qandoq qilish Tavrat qonuniga uyg'un? Dam olish kuni yaxshilik qilishmi yoki yomonlik qilishmi? Jonni qutqizishmi yoki halok qilishmi deb so'rdi. Ular zuvon surishmidi. Hazreti İsa atrofidagilarga g'azab bilan ko'z yugurtdi. Ularning tarsolig'i uni ichintirgan edi. Ondan keyin u yilqi kesalga qo'lingni uzat dedi. U odam qo'lni uzatishi bilanla qo'li asliga keldi. Buning bilan Parislar tashqariga chiqib, Hazreti İsa'ni qandoq joylatish haqida Herod podshoning tarafdorlari bilan maslahatlashishga boshladi. Hazreti İsa shogirdlari bilan birga u yerdan ayrilib, ko'l bo'yiga ketdi. Galiliya o'lkasidan nurg'un xaloyiq uningga ergishib bordi. Uning qilgan ishlarini anglagan, yana nurg'un xaloyiq Yerusalim shahri, butun Yahudiya o'lkasi, Idumiya o'lkasi, Iordan daryosining qarshi tarafi, Tir va Sidon shahrining atrofidagi joylardan saldak yiqib, uning oldiga kelishdi. Hazreti İsa xaloyiqni orasidan qisilib qolmaslik uchun shogirdlarga kichik bir kema tayyorlab qo'yishni buyurdi. Chunki u nurg'un bemorlarni saqaytqashqa, har xil kasalliklarga giribtor bo'lganlarning hammasi uning uchisini silib olish uchun qistishib kelishgan edi. Qachonli bo'lmasin, jin chapshivaganlar Hazreti İsa'ni ko'rsa, uning oyog'iga bosh qo'yib, "Sen Xudoning o'g'lisan" deb vaqirishadi. Lekin Hazreti İsa ularga o'zining kim ekanligini oshkorlamaslikni qattiq chekilatdi. Hazreti İsa bir toqqa chiqib, o'zi qolgan kishilarni yeniga chaqirdi. Chaqirganlar uning yeniga kelishdi. Hazreti İsa ulardan 12 kishini elchi deb atab, ularni o'zi bilan birga bo'lish, Xudoning so'zini yetkazish va jinlarni haydash huquqiga ega qilish uchun tanladi. Bu 12 kishi Simon, Hazreti İsa uni Petrus deb atagan. Zebediyning o'g'li Yaqub va uning qarindoshi Yuhanna. Hazreti İsa ularni Beni Ragash, ya'ni Guldirmama o'g'illari deb atagan. Ender, Filip, Bartolomay, Matta, Thomas, Alpayning o'g'li Yaqub, Taday, vatanparvar deb atalgan Simon va Hazreti İsa'ga sotqinlik qildigan Yahuda Ishqariyotlardan iborat. Hazreti İsa uyga qaytib kelgandan keyin u yerga yana shuncha nurg'un xaloyiq to'plandiki, Hazreti İsa bilan shogirdlarining g'izolanishimi cho'lis tegmidi. Hazreti İsa'ning oilasidagilar buni anglab, uni qaytirib kelgili berishdi. Chunki ular uni ahlidan izibdi deb o'ylashgan edi. Yerusalimdan kelgan Tavrat ustozlari bo'lsa, uningga shayton chopishibdi. U jinlarni ularning boshlig'i bo'lgan shaytonga toyinib haydaydi ekan, deyishadi. Shuning uchun Hazreti İsa Tavrat ustozlarini yeniga chaqirib, ularga tamsillar bilan mundoq dedi. Shaytonni qandoqmi qo'g'lisin? Agar bir davlatdagilar ikki guruhga bo'linib so'qishsa, u davlat put tirab turolmaydi. Bir oildagilar o'zaro jidal mojaro qilishsa, u oila vayron bo'lishdan saqlanolmaydi. Shuningga o'xshash, shaytonmi o'z-o'ziga qarshi chiqib, o'z boshqarishda bo'lgan jinlar bilan so'qishsa, u puttirab turolmaydi. Jazman halok bo'ladi. Hech kim kuchtingir odamning uyiga kirib, uning melini bulab ketolmaydi. Faqat shu kuchtingir odamni bog'layolganlarla uning uyini bulang-talang qila oladi. Bilib qo'yinglarki,
insonlarning o'tkazgan gunohi va qilgan kupurliqlarining hammasini kechirishga bo'ladi. Lekin muqaddas ruhga kupurlik qilgan odam hargiz kechirim qilinmaydi. Chunki u odam mangu kechirim qilinmaydigan gunoh sodir qilgan bo'ladi. Hazrati Ayso bu so'zlarni ba'zilarning uningga jin chopishibdi deganiga qarata aytgan edi. Shu chog'da Hazrati Aysoning onasi bilan inlari keldi. Ular tashqirda turib, uni chaqirishga odam kirgizdi. Hazrati Aysoning atrofida o'tirgan jamoatdan ba'zilari: "Onangiz, inlaringiz va singillaringiz sizni sirtda chaqiryotidi" deyishdi. Hazrati Ayso buningga javoban: "Kimlar mening onam va inilarim?" dedi. Ondan u cho'rsi o'tirganlarga qarab mundaq dedi: "Mana bular mening onam va inilarim. Chunki kim Xudoning irodasiga amal qilsa, shu mening oki inim, ochi singlim va onamdir."